O'ratlar inshaalloh nasib qilib qolsa, keyingi xonadonimiz aynan sizlarning xonadoninglar bo'lishi mumkin. Qadrdonlar, xullas dekor qilmoqchi bo'lgan tanishlariga jo'natib qo'yinglar. Dekor qilaman deganlarga nima deysiz? Kulib kutib oldimmi? Ha, demak bilib qo'ying. Kirganda bilasiz. Xolos. Keloy Muhammad Yusuf o'gidan boshlaymiz. Sizga ham katta rahmat. Keyingisiga keyin ulab ketaveradi. Xudo ham berib turgani uchun bilimga yo'q. Rostdan endi bu gapim bilan dekorni yomonlamoqchi emasman. Dekor ichkarining narsasi. İmkon darajasida tashqariga tunuka qilgizganlar yo alka qilgizganlar yaxshi do'stlar. Shuning uchun agar tunuka xizmatlari kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Inshaalloh navbatdagi xonadonimiz kelishib qolsak, sizlarda xonadoninglar bo'lib qolishi mumkin do'stlar. Uyingizga tunuka qilgizmoqdamisiz? Unda bemalol ekrandagi raqamlarga bog'lansanglar bo'ladi. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Kamina har doimgidek Usta Muhammad Yusuf. Jamoamiz bilan birgalikda tunuka xizmatlarini amalga oshiramiz. Qadrdonlar, xizmatlar hozircha vodiy bo'ylab. 1 kvadrat tunukamizni 135 ming so'mdan barcha xarajatlarini o'zimiz olib kelib, xonadonlarga mana shunaqa chiroyli holatda o'rnatib ketamiz. Xizmatlar hozircha vodiy bo'ylab amalga oshirilyapti. Agar vodiydan bo'lsanglar, ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lansanglar bo'ladi. Xudo xolasa tezkor jamoamiz bilan kelib, xonadonlarga o'zimiz tunuka fonlari qilib ketamiz. Qadrdonlar, bu videoda tunuka fon qilgizmoqchi bo'lgan qandosh urug' oshnog'angizga jo'natib qo'ysanglar, xudo xolasa tunuka fon ishimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishinglar mumkin. Qadrdonlar, bu tunuka fonda qanday hisoblanadi deganlarga, tunuka fonda ishlatilgan materialni kvadratiga hisoblaymiz. 1 kvadrat tunukamizni hozircha vodiy bo'ylab 135 ming so'mdan qilib beryapmiz. Reykasi, samarezi, ustasi, hattoki lesalarimizni ham o'zimiz olib kelib. Xo'p, qadrdonlar, endi bu joyda tunuka fondi sifatiga ahamiyat berishinglar so'rab qolaman. Mana burchaklarni xudo xolasa ko'ringlar. Ustaning mahorati xudo xolasa burchaklarda bilinadi. Mana ikkala burchagimizni ko'rishinglar mumkin. Xudo xolasa bir xil holatda kelgan. Endi videoda uzmagan holatda bu burchaklarimizga ham ahamiyat beramiz qadrdonlar. Bemalol kelinglar. Bu yoqlarni ham ko'rsanglar bo'ladi qadrdonlar. Xo'p. Burchaklarimizni ko'ringlar qadrdonlar. Xudo xolasa bu yerga qanaqa fasonda qilganmiz? Bu yerga shunaqangi fason ishlatganmizki, Toshkent fason desak ham bo'laveradi. Chunki ko'p e'tibor bersanglar, Toshkentda shunaqa fasonlar juda ham moda bo'lgan. Sababi, buni eng asosiy sababi oshiqcha bachkanali yo'q, juda ham skromniy holatda bo'lgan, majmai holat yo'q. Shuning uchun bu fasonimiz uyni ko'rkiga ham ko'rk qo'shib turibdi qadrdonlar. Agar sizlarga ham shunaqa tunuka fon xizmatlari kerak bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilinglar. Bizda turli xil kataloglar bor. O'zingizlarga yoqqan fason, o'zingizlarga yoqqan dizaynda sizlarga ham xonadonlarga mana shunaqa chiroyli tunuka fonlarni qilib berishimiz mumkin bo'ladi qadrdonlar. Xo'p, qadrdonlar, kvadrati esa siz tanlayotgan fasonga qarab ozroq yoki ko'proq ketadi do'stlar. Shuni inobatga olib qo'yasizlar. Masalan, 100 kvadrat joylar bo'lsa, bu joyga 100 kvadrat hisoblab olmanglar. Mana shu fasonlarda primerni 160, 170 yana joyizi eni uzunligiga qarab turib o'zgaraveradi qadrdonlar. Xudo xolasa sizlarga imkon darajasida ma'lumot berishga harakat qildik. Endi ko'cha tomonda ham bitta ko'rsatib qo'yamiz. Ko'cha tomonda ozgina ish bo'lyapti. Xo'p, qadrdonlar, bu tomonda mana ko'cha tomonlarni ham chiroyli qilib yakunlab berganmiz. Bu yerda akalarimiz kaziro xizmatlarini amalga oshirishyapti. Akalarimiz ham nomerlarni qoldirib ketamiz. Agar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Xo'p, qadrdonlar, endi bemalol ichkariga kirib, ichkarilarni ko'raveramiz. Xo'p, ichkarini mana boshidan ko'rsatamiz endi. Kirib, bemalol mana yoqqa kelib ko'raverasizlar qadrdonlar. Bu joy adashmasam 16 metrmi dekin? Uzunligi 16 metr edi, eni 320 mi shunaqa edi adashmasam do'stlar. Xo'p, endi ichkari shapkalarimizni ham ko'rishimiz mumkin. Bunday olib kelib turib, mana bunday ko'rib bo'lgandan keyin mana bu yoqlarni bemalol to'liq holatda ko'rib olishinglar mumkin. Xo'p, qadrdonlar, xudo xolasa shunaqa chiroyli tunuka fon xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol bizga bog'lanaverasizlar. Inshaalloh nasib qilib qolsa, keyingi xonadonimiz aynan sizlarning xonadoninglar bo'lishi mumkin. Xudo xolasa, agar ma'lumot kerak bo'lsa, musofirdan turib zakaz qilmoqchi bo'lsanglar ham bemalol vodiy bo'ylab xizmatlar amalga oshiriladi. Kartadan pul o'tkazib bersanglar ham, xudo xolasa, uylarga borib o'zimiz tunuka fonlarni ham qilib kelaveramiz do'stlar. Hammalaringiz videoda o'tkazmasdan oxirigacha ko'rganinglar uchun rahmat deb qolamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta obuna bo'lib, bittadan like tugmachasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.